Diqqat, aholiga tezkor xabar. Endi yer osti quduqlari uchun suv hisoblagichlari yagona portal orqali ro'yxatdan o'tkazish mumkin. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida yer osti suvlarini hisobga olish qurilmalarini ro'yxatdan o'tkazish va plombalash xizmati ishga tushirildi. Endilikda fuqarolar va tashkilotlar quduqqa o'rnatilgan suv hisoblagichini onlayn tarzda ro'yxatdan o'tkazishi mumkin bo'ladi. Xizmat YIDXP ning geologiya bo'limida joylashgan. Ariza topshirishda quyidagi ma'lumotlar talab qilinadi. Suv inshootining manzili, quduq va hisoblagichlar soni, hisoblagichning zavod raqami, modeli va rusumi, muvofiqlik sertifikati haqidagi ma'lumotlar. Arizalar 24 soat davomida qabul qilinadi. Xizmat narxi odatiy tartibda bazaviy hisoblash miqdorining 50%, 206 ming so'm. Yagona portal orqali topshirilganda esa chegirma bilan bazaviy hisoblash miqdorining 45%, 185.400 so'mni tashkil qiladi. Hisoblagich ro'yxatga o'tkazilgach, soliq inspeksiyasi xodimi 10 ish kuni ichida joyiga borib, qurilmani tekshiradi va uni plombalaydi. Plombalash dalolatnomasi ariza beruvchining shaxsiy kabinetiga elektron shaklda yuboriladi. Eslatib o'tamiz, 2025-yil sentyabr oyida hukumat yer osti quduqlarida suv hisoblagichlarini majburiy ro'yxatdan o'tkazish tartibini tasdiqlagan edi. Shuningdek, 30-noyabrdan boshlab quduqlarda suv hisoblagichlarini o'rnatish majburiy hisoblanadi. Hisoblagichsiz artezian suvlardan foydalanish taqiqlanadi. Faqat jismoniy shaxslarning shaxsiy va xo'jalik ehtiyojlari uchun kuniga 5 kub metrgacha suv olish holatlari bundan mustasno. Do'stlar, shu va shunga o'xshash videolardan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.